Assalamualaikum. Mana bugungi uchrashuv kechimizning navbatdagi soni o'tib kelayotgan ekan. Mana Agrobank jazolari sizlar bilan bugun 4-iyun kuni sizlarga shunday uchrashuv o'tib kelayotganimiz sababli sizlarga bankimizdagi bugungi kundagi barliq o'yinlarni, ya'ni mahsulotlarni tushuntirib berib o'tamiz. Bu degani bizlardagi hozirgi kundagi ochiq liniyadagi kreditlarimiz haqida qisqacha bir tushuntirib berib o'tamiz. Birinchi кезекте aytib o'tadigan bo'lsak, bizlarda hozirgi kunda Agrobank Shimba filialida biriktirilgan 6 mahallamiz bor. Atlarni atmag'i aytib o'tadigan bo'lsak, birinchi кезекте Abad Makan, Baxtli, Temir yo'l, Ko'nish mahallasi, Qarako'l, Berdaq mahallasi bizning Agrobank Shimba filialina biriktirilgan. Bu mahallada jasovchi jumsiz fuqarolarning bandligini ta'minlash maqsadida hozirgi kunda bizlarda Agrobank Shimba filialidan ko'plagan kreditlarimiz chiqib o'tibdi, ajratilib o'tibdi fuqarolarımızga. Bir chetdan aytib o'tadigan bo'lsak, 5 million so'mdan 20 million so'mgacha berilib o'tgan kreditlarimiz bor hozirgi kunda. Biznesga birinchi qadam kredit liniyamiz bor. 1 yil muddatga, ya'ni 12 oyga beriladi. Er bolalarımızga yillik 25%dan, ayol qizlarimizga yillik 23%dan ajratilib o'tadi. İkinin biznesga ko'mak kredit liniyamiz bor. Bu da ochiq kredit liniyamiz. 17 million so'mga ekan. 6 oy imtiyozli davr bilan 4 yil muddatga, ya'ni 48 oyga beriladi. Bu da er bolalarımızga yillik 25%, ayol qizlarimizga yillik 23%dan beriladi. Bu kreditlarga talab qilingan hujjatlarimiz mahalledagi sol bizlarga biriktirilgan, Agrobank Shimba filialida biriktirilgan 6 mahallada yashasovchi fuqarolarning shartli turda sol aymoqda bo'lishi shart kerakli hujjatlarga to'xtaladigan bo'lsak, sol mahalladagi hokim yordamchi bor. Hokim yordamchini jazba turda jazba tavsiyanoma olib kelasiz. Ikkini soliqdan zimdan o'tgan haqidagi ma'lumotnomangiz, ya'ni o'z bandligi haqidagi isbotnomangizni olib kelasiz. Keyin o'zingiz shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasportingizni bilan qo'shib olib kelasiz. Bizning mahallaviy bo'limimizga kelib murojaat qilsangiz, kreditlar bo'yicha sizlarga uzoq bilan 3 kundan ichida kreditlaringiz ajratib beradi. Kredit ta'minot turida 3 shaxs kepilligi yoki bo'lmasa sug'urta kepilligi bilan olsangiz bo'ladi bu kreditlaringizni. Plastik kartaga solib beriladi. O'sha Agrobankdagi kartangiz bo'lsa, sol kartangizga solib beradi, yoki bo'lmasa fazadan karta ochtirasiz, sol kartangizga biz solib beramiz. Ikkinchi juda ham bir isblermenlikni uy sharoitida kengaytiraman, yo'lga qo'yish maqsadida rivojlantiraman degan bo'lsangiz, agarda mahalla loyihasi degan bizning kredit liniyamiz bor. Hozirgi kundagi 20 million so'mgacha beriladi. 5 yil muddatga yillik 25%dan taqdir marta aytib o'taman, ayol qizlarimizga 23%dan, er bolalarımizga bo'lsa yillik 25%dan beriladi. 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan. Bunda kerakli hujjatlarim, buning kerakli hujjatlari bizlarda usul bekitilgan, biriktirilgan 6 mahallamizdagi mahalla bankiri hamda mahalla agenti bor. Sol mahalla bankiri bilan agentlardan jazba turda tavsiyanomangizni kelasiz, soliqdan zimdan o'tgan haqida ma'lumotnomangiz, shaxsingizni tasdiqlovchi pasport, 3 shaxs kepilligi yoki bo'lmasa sug'urta bilan beriladi kreditimiz. Bu kreditlarimiz usul mahallada yashasovchi fuqarolarga, jumsiz fuqarolarga beriladigan kreditlarimiz. Ikkinchi, hisob betingiz Agrobankda bo'lib, yoki bo'lmasa boshqa banklarda bo'lib, bir yildan beri оборот bo'lib aylanib turgan bo'lsa, 312-sonli qaror tekanida 7 yil muddatga 3 yil imtiyozli davr bilan 100 milliondan 300 million so'mgacha kreditlardan ajratib berib olamiz hozir. Bizda Shimbay rayoni 3-toifaga kirganligi bo'lganligi sababli ishlab chiqaruv yo'nalishida hozirgi kunda kreditlarimizni isblermenlarimizga ajratib berib olamiz hozirgi vaqtda. Uch sonli qaror tekanida berilib o'tgan kreditlarimizda hozirgi kunda bizning Agrobank Shimba filialidan boshqa bankda bo'lib turib, hisob betlarimiz, masalan, Xalq bankda bo'lar, boshqa bankda bo'lar. Yillik oboroti, 1 yillik oboroti to'lgan bo'lsa, hisob betingizni bizlarga ko'chirsangiz, sizlarga 7 yil muddatga, ya'ni
imtiyazlı davr menen 100 milyon so'mga chegim sug'urta menen 300 milyon so'mga chegim grütikarında sizge kredit çıkarıp bere alamiz bizler. Grütikarında nadırak imaratlar olmasa avtomobiller koysanız bo'ladi. Başkada soyum ele kredit koyun. Neçe prosentti o? Yıllık 21%'dan yıllık firmanın, karxananın baslığı yegerde yer adam olsa 21%dan baslığı hayal adam olsa 19%dan ajratып beremiz. İstep çıkarуу jөнөсүндө кызмет көрсөтүүгө bir yıl 6 ayga берилет, 18 ай мүддөткө. Суроолор болсо беймәни.